tadbirkorlar, navbatdagi delegatsiyasidan tadbirkorlar va bank o'rtasida uchrashuv o'tkazilyapti. Shu uchrashuvda qanday murojaatlar, qanday takliflar murojaat bilan kelgan bo'lsangiz, bemalol murojaatlaringizni aytishingiz mumkin. Bizning korxonada bunga ijobiy yechim topib, masalalaringizni ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Bizga shu agrobankga qanday nima masalasi bor? Bunday savol yoki murojaatlaringizni so'rashingiz mumkin. Mixaylov rahmatli Kamal mahallasidan biznesga ko'mak kredit mahalla tomonidan ajratilayotganiga kreditdan olishga amalga o'zingizni bank qilib, uyda biznesingizni shunday rivojlantirish uchun iltimos. Biz hozir ishlamaymiz. Shunday ishlamaymiz. Bu biznesga ko'mak kreditimiz bor, haqiqatan mahalladagi ishsiz fuqarolarga mo'ljallangan mahsulotimiz. Bu bo'yicha sizga bemalol mahalladagi ishlaydigan mutaxassislarimiz uchrashishingiz mumkin. Mahsulotimiz tartiblarini tushuntirishadi, hujjatlaringizni ta'lim qilsangiz ijobiy hal qilib berishadi. Savollaringiz bor? Yana kimlar? Men Safar Sirajdan, men qishloq nuqtayida yashayman. Menga chorvachilikni rivojlantirish uchun 12 million kerak. Sizga aynan 12 millionmi yo 12 million mablag'im savol. qolgan o'z mablag'ingizdan bo'ladi. Siz yangi qishloqdanman dedingiz. Demak, o'zingiz bank qilgan holda ishni ta'minlash uchun sizga chorvachilik yo'nalishi bo'yicha xuddi shu hozir bankaga aytganimizdek bu mahallamiz, bu mahsulotimiz bor. Haqiqatan bizda resursda hech qanaqa muammo yo'q. O'zimizga bankka kiritilgan tegishli mahallalardagi fuqarolar o'zimiz bank qilgan holda ushbu mahsulotimizdan foydalanishi mumkin. Bemalol. Undan tashqari boshqa umumiy tumanimizdagi barcha mahallaga, fuqarolarga, tadbirkorlarga mo'ljallangan mahsulotlarimiz ham bor. Ular endi o'zimizga kiritilgan mahalladagi fuqarolarga bu bo'yicha siz bemalol hozir ishga aytganimdek mahalla bo'yicha ishlaydigan xodimlarimizga murojaat qilasiz. Birinchi o'rinda o'sha mahallangizda tashkil qilingan mahalla agentimiz sizni bu yoqqa yo'naltirgan bo'lsa kerak. Bu sizni uydagi chora bo'yicha sharoitingizni o'rganib chiqib, o'sha bo'yicha sizga agar ijobiy tavsiyalar berilsa, kredit tarifingiz ijobiy bo'lsa, sizga belgilangan tartibda 3 bank usulida kredit ajratib beramiz. Bemalol chorvachilik yo'nalishidagi biznesingizni rivojlantirishingiz mumkin. Qo'shimcha savollaringiz bormi? Yo'q. Assalomu alaykum. Kamal mahallasida Qodirova Manzura o'zini bank qilish bo'yicha, chorvachilik rivojlantirish bo'yicha kredit masalasi. Demak, siz ham chorvachilik bilan shug'ullanasiz. Chorva bilan kim uyda chorvaga o'zingiz qaraysiz? O'zim qarayman. Ishlamaysiz-da, uyda o'tirasiz. Chorvachilik qilish uchun sharoitingiz bormi? Qilganman endi. Sharoitingiz bor, hozir. Vaqtgacha. Demak, siz ham hozir sizdan oldin akaga aytganimizdek, shu mahsulotimizdan sizga o'sha mahsulotingizni tavsiya qilamiz. Bemalol sizga mahalla agentiga uchrashgan bo'lsangiz, mahalla bankirimiz bor, har bir mahallaga biriktirilgan. O'sha mahalla bankiri sizga agar ijobiy tavsiya bersa, biz o'sha mahsulotdan sizga kiritib berishga rozimiz. Bemalol hujjatlaringizni ta'lim qilishingiz mumkin. Bemalol hujjatlaringizni o'rganib chiqib, sizga ijobiy yordam beramiz. Yana savollaringiz bo'lsa,